Avtomobil haqiqatda turish вообще дерзкий. Hammaga assalomu alaykum aziz Humoyunuz kanalini kuzatuvchilari. Jetur modellarini ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa, bugun videomiz aynan siz uchun foydali bitta video. Sababi hozir hamma joyda rassrochka, nima deydi, bon ko'rib turgan paytida kreditlarni tavsiya qilishadi ko'pchilik. Bu yerda xudo xolasa sizlar uchun Jetur modellarining eng kattakoni mana T2 modelini yangi ranglardan kirib kelgan. Rassrochka muddatlari oldin 1 yilga edi, hozir nasib bo'lsa anchagina uzaytirilgan. Keling videoning o'zida nasib bo'lsa ma'lumotlarni chiroyli qilib olaylik. Sizlarni ko'p ham qiziqtirib qo'ymay, vaqt azob qo'yish niyatimiz yo'q. Nasib bo'lsa Jeturda rassrochkalarni birgalikda nasib bo'lsa tanishtiraman. Maksimal like'larni bosib qoldirishingizni kutib qolaman. Akalarim, obunachalarim hammangizga nasib qilsin yangi markalar. Manzilga keladigan bo'lsak, Buxoro shahar Karvonshoh ko'chasi. Har doimgi o'sha Xorazm yo'lidan kelaverishlaringizda Karvon bozordan o'tganingizda Prezident dachasini shunaqqina to'g'risida Gazlishoh ko'chasi, adashmasam 500-uy bo'lishi kerak. Narigi tarafimiz esa Qashqadaryodan kelishda Guliston svetofordan o'tgandan so'ng Jetur hamda Suis avtosalonlari ikkalasi bitta joyda joylashgan. Ma'lumotlarni chiroyli qilib nasib bo'lsa tanishtiraman. Qani akalar, sizlar tayyor bo'lsangiz, men esa tayyorman. Videomizni boshlaymiz. Nozimaxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Obunachilarimizni xursand qilamiz degan umiddaman, chunki Jeturda hali umuman O'zbekiston tarixida ham bo'lmagan desam ham bo'ladi. Jetur modellarida aynan T2ni to'g'riroq o'zi ko'pchilik bildi, videoning mavzusidan ham T2 modellarimizga hamda O'zbekiston bo'yicha umuman yo'q rang desam ham bo'ladi, oq rangni kelgan. Hamda katta yangiliklarimizdan biri Nozimaxon, singlimiz davom ettiradi. Xo'p, avvalambor hammaga assalomu alaykum. Rasmiy Jetur Buxoro avtomobil yangilik zo'ri. Men sizlarga birinchi T2 avtomobilimizdan boshlaman. Bu avtomobilimiz yangi 2026 kuzov bo'lib kelgan. 26 mi? Da, restyling variant. Avtomashinamiz barcha turdagi ranglari bor. Ichki qismi ham juda ham chiroyli bo'lib kelgan. Hozir uni ham ko'rsam, bu avtomashinamiz 36 oygacha foizsiz muddatli to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. 12 ta viloyatga nomingizga rasmiylashtirib chiqarib beramiz. T2da hozir men to'g'ri eshityapman, 36 oyga rassrochka deyapsizmi? 36 oygacha rassrochka foizsiz muddatli to'lov, ya'ni hech qanaqa ustamasiz, foiz va penyasiz siz o'z nomingizga 3 yil mobaynida avtomashinani xarid qilib ketishingiz mumkin. Bularda rassrochkasi 2 yil-da, adashmasam. 1 yil edi, 12 oy edi, hozir 36 oygacha uzaytirildi. Xo'p, yangilangan T2da nimalar o'zgardi hozir? Xo'p, diskalardan boshlaymiz. Avtomashinamiz diskalari bir razmerga katta bo'lib keldi. Polностью заводской hech qanaqa mashinamizni ballonlarini almashtirmaysiz. Diskalarni yo'l tanlamas avtomashinamiz 7 xil rejimda ishlaydi. Old oblitovkasi полный yonib turadi. Men sizga o'z pult bilan yondirib ko'rsaman. Oho, oppoqqina rangi haqiqatan ham boshqacha turar ekan. Nima deysizlar? Izohlarda tez fikrlaringizni yozingchi. Sizga yoqdimi oq rangi? Logotiplari полный yonib turadi. Svetodiodniy LED optikalar bilan jihozlangan полностью. Mashinamiz ichki qismini ko'rsatsangiz ham, mana logotiplari yonib turadi. 540 gradus kamera, заводской paroglari bilan keladi. Logotip ham yonadi. Slipoy zonalar qo'yilgan. Ichki qismining rangini qarang. Bay, yo-mayo. Buni rangni qarang, bu rangda to'g'rirog'i buni umuman bunaqa rang yo'q edi, lekin bo'lganda ham haqiqatda zo'r bo'lib chiqibdi. Menga shaxsan yoqdi. Подсветка saloni, akustika Sony, полностью kolonkalari, multirul, полностью splashnoy tablo, lishniy sizga kerakli hech narsa yo'q. Tablo bilan hamma narsani nima qilsangiz bo'ladi. Голосовой assistentlari kiritilgan, orqasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Nozima, bitta savolimiz, narx o'zgardimi yo'qmi? Narxi o'sha. O'sha, gap yo'qmi? Chegirma narxda xarid qilishingiz mumkin. Mana T2 misan T2. Shu mashinaga haqiqatda bir ishqim borda lekin.
orqa taraflarni ham ko'rishingiz mumkin. Zamonaviy dizayn, zamonaviy ko'rinish, haqiqiy yo'l tanlamas katta crossover. Bu yangilandimi deyman? Da yangilangan, orqasi prisoskalar qo'shilgan. Prisoska qo'shilgan. Ham kichkina edi bunisi, adashmasam. Zapaska joyi kichkina edi, o'zi kattaroq bo'lib kelgan, polностью. Sonya o'zini akustika nimasi bor? Sambuferlari qo'yilganda. O'zida заводской sambufer qo'yilgan. Mana bu joylariga 3 Texnik nimalarga borsangiz bo'ladi. Mana. Oldin mana bu salginaning boshqacharoq edi. Bu yerda mana ilib qo'ygani, chiroyli joylari. Avtomashinamiz barcha turdagi ranglari, komplektatsiyalari avtosalonimizda mavjud. Bu oq rangdan umuman O'zbekiston bo'yicha yo'q. Bizning avtosalonimiz birinchilardan bo'lib keldi. Bemalol avtosalonimizga kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Qora desangiz qora rangidan ham bor, seri desangiz seri rangidan, korичневый ranglardan ham bor. Nozimaxon, bularning turlari qanaqa bo'lyapti Xo'p, endi? avtokreditga asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Minimal bo'shanish to'lovi 20% oylik ish haqi bilan, oylik ish haqisiz 25% bilan chiqarib beramiz. Undan tashqari foizsiz muddatli to'lov, minimal bo'shanish to'lovi рассрочкаga 25% dan boshlanadi. Hozir shundayda 25% dan boshlab mashinani рассрочкаga olsangiz bo'ladi. Eng uzoq muddati boshlanish to'loviga qarab 3 yilgacha cho'ziladi. Avtokredit asosida 5 yil mobaynagacha. Mana. Avtokreditga minimal bosh to'lovimiz qancha? Xo'p, 20% oylik ish haqi bilan, oylik ish haqisiz 25%. Demak, musofirdagi yurgan akalarimiz ota-onasiga niyat qilgan bo'lsa yoki o'zlari uchun tabiiyki ish haqi yo'q, 25% ni to'lasangiz hech qanday muammosiz olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Albatta, naqdi asal nasiyasi kasal edi-ku, naqdiga oluvchilarga, shunoqini sotib olaman deyuvchilarga ham mana ki tayyor imkoniyatlar mavjud. Kelingiz avtosalonga bemalol kutib o'tirmaydi. Kutib o'tirilmaydi. Nalichda mavjud. 1 soatning ichiga ishlari bitadi. Kuzovlari 25 shot spravka bilan o'z nomingizga rasmiylashtirib chiqarib beramiz. Ishlari hammasi 2026 o'z nomingizga shot spravka bilan chiqarib beramiz. Hozir ko'rsatish imkoniyati bormi 2026 kuzovini? Da. Chunki ko'ruvchilarga bir foydali bo'lsin. Xo'p, mana bu yerda yozilishi bo'lishi kerak. Bu yerda endi harf bilan biz tushunamiz. Mana. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, F26 deb yozilgan. Mana F26. Polniy avtomobil 26-yil. Haqiqatda shot spravka bilan shunaqa nomingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari yana nima yangiliklar bo'lyapti? Xo'p, undan tashqari bizda hali ham Abu Dabiga 2 kishilik yo'llanmamiz ketyapti. Siz avtomatik tarzda avtomashina xarid qilganingizdan keyin o'yinimiz ishtirokchisiga aylanasiz. Bemalol putyovka yutib olishingiz mumkin yoki-da brendoviy sovg'alar. X50 avtomobilimizdan boshlayman. X50 avtomobilimizni tan narxi 280 million edi, hozirgi damda 260 million. Avtomashinamiz 51 millionini to'lab, siz avtokredit asosida 5 yil mobaynagacha xarid qilishingiz mumkin. Полностью avtomashinamiz svetodiodli LED optikalar bilan jihozlangan, 3D reshotka radiatori. Avtomashinamiz motorlari hammasi Nemeski, 5 yil garantiya beriladi yoki 150 ming kilometr. X50da mana bunaqa rangi ham haqiqatda bir noyob ranglar bo'ladi. Bu rangida ko'kcha rangidan ham bor, oq. Eng asosiysi salon ishi, bu rang uchun qo'shimcha siz xarajat qilmaysiz. Qanday qilib praysimizga qaysi narx bo'lsa, shu narxda xarid qilib ketasiz. Hozir narxlari qanday bo'ladi? Xo'p, hozirgi damda siz buni 260 millionga xarid qilib ketishingiz mumkin. Skidkasi bormi naqdga olsa? Skidkasi, da. Yana tan narxdan 6,5 million chegirma qilib beramiz. Jitorda hozir birinchi, ikkinchi paysalariga ham hammasi oq ranglari bor, ha? Hammasidan bor. Oq, qora deysizmi, seri, svetlo, seri, temniy, hammasidan bor. Narxlari eng fulli skidka narxida 512 million so'm, ha? Shunday. Bitta pastrog'i qancha edi? 400 Moskva price ko'rsaman, mijozlarimiz o'zlari ko'rish uchun. Mana. Qorasi ham yomon ketadi, lekin derskalik o'ta yorib boradi haqiqatan. Derskani bashalarini qarang. Mana priceimiz bu Jitur X50 442 million so'm. 512 million so'm mana skidkada. Bu oldingi narxlari bo'lgan, ha? O'chirilgandan keyin skidka bilan shunchalar berilyapti. Zo'r. X50larga rassrochka yo'qmi hali? Yo'q, bular o'zining tan narxi arzon, hamyonbop bo'lgani uchun bularda naqd va avtokredit asosida xarid qilishingiz mumkin.
7 kishilik crossoverlarimiz ham bor. X70 avtomobili. Ular avtomashinamizga ham chegirma ketyapti. Bularga ham. 299 milliondan boshlanadi. Siz uni 286 millionga avtokredit asosida xarid qilishingiz mumkin. Chegirmalar amal qiladi. Rassrochkaga ham, nimaga ham, avtokreditga ham 2 xil komplektatsiyasi bor. Bu ham 1.5 turbina motor. Bu avtomashinamizga ham 5 yil garantiya beriladi. Avtomashina xarid qilganingizdan keyin biz sizga qo'shimcha jihozlarni bonus qilib beramiz, chunki boshqa viloyatlardan keladigan mijozlar uchun. O'nlikta viloyatdan bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Zashta radiator, karta zashta tangirovka, poroglarni sizga bonus sifatida qilib beramiz. Bo'ladi. Bundan tashqari o'tgan safar boshlang'ich to'lovsiz deb video qo'yilgandi. Haqiqatda bir internetda portlatib bor desam ham bo'ladi. Ko'p inson so'radi, haqiqatdan ham akalar haqiqatdan mavjudmi deb. Mavjud, faqatgina buni bir ikkita shartlari bor. Shartlari bor. Agar kimga qiziq bo'lsa, ma'lumotlarimiz uchun pastdagi raqamlarga telefon qilsalar, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Grafiklarni ham jo'natib beramiz. Grafiklar bilan albatta tashlab berasizlar. Yaxshi. Naqdga olsangizlar ham bemalol rassrochkaga olsa ham narxi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Naqdga olsalar agar 6,5 million yana chegirma qilib beramiz. Kreditga ham shu narx. Shunday. Zo'r. Mana akalar ko'rishlaringiz mumkin. Jetour modelini, FL modeli, qop qorasi. Buni hozir necha xil rangi bor FLda? Xo'p, 3 xil rangi bor. Белый жемчуг, qora, svetlo seri. Svetlo seriyalar ham bor. Hammasi nalichida. Nalichda mavjud. Kutib o'tirmaysiz. Bemalol kelib test qilib ko'rishingiz mumkin. Bu mutlaqo bepul. Xodavoylarni, nimalarni ko'rish uchun servisimiz ham o'zimizda bor. Agar siz propan metal o'rnatmoqchi bo'lsangiz, pod garantiya o'zimiz sizga qo'ydirib beramiz. Servis garantiyasi qancha o'zi? Labay? Servis garantiyasi. Servis garantiyasi 5 yil 150 ming kilometr bu avtomobillarimizga X50, X70 ga, T2 ga 6 yil yoki 200 ming kilometr. T2 6 yil. Zo'r, mana gap bo'lishi mumkin emas. Hozir mana shu eng ko'chalarda ko'p paydo bo'lgan ham X70 da FL modeli. Kelmoqchi bo'lganlarga ham bemalol tavsiya qilamiz. Haqiqatda avtomobillar idealni hamda eng kompaktni avtomobil hisoblanadi. Skidka narxida bemalol olsangiz bo'ladi yoki rassrochkalardan ham foydalansa bo'ladi. Maksimal muddat 24 oygacha. Barchangizni Jetour Buxoro rasmiy avtosalonida kutib qolamiz. Humoyun kanali aytganlarga, Nozimaxon singlimiz aytganday, hamma bonuslarni chiroyli qilib o'zlari qilib berishadi. Hammani sog'lik salomatlikda ko'rishguncha.